2025-yil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani. Rubin piyozlarimizni urug'li tayyorlab olish uchun mana shunaqa maydonga, boshqa urug' piyozlardan xoli bo'lgan maydonga ekilish jarayoni. Ikkita ekilyapti, mana traktor yopib chiqyapti. Mana original Rubin upakovka. Mana shunaqa ko'rinishda, juda go'zal ko'rinishda mana Rubin. Mana shunaqa kalibrda bo'lgan, 45 lagotga 4 qator ekilgan. Mana shunaqa o'lchamlarda piyozlar olingan. 2026-yilga urug'lar bo'ladi, nasib qilsa. Mana piyozni qaranglar, chiroyliligi. Hammasi shunaqa. Mana shunaqa kalibrdagi piyozli ekilyapti, mayda-chuyda emas. Original mana. Bitta tushungan odam ko'rsa, o'sha biladi, original. Original. Mana piyozlar. Mana Rubin. Rubin. Shunaqa piyozli ekan. Qora qizil bo'lib ketgan. Rangi. 2026-yilga mana urug'lar tayyor bo'ladi.